Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun sizlarga Urganch Dehqon bozor dolli kursini aytamiz. 28 mart bozordamiz. Fakat bugun bozorni aytamiz. 1-kun ya 2-kun bankdan qo'shib aytamiz. Banana kelaversa. Banan emas, hozir eng zo'r o'tirgan hozir baku. Aytib o'taman, eng zo'ri hozir inshvesh o'tiribdi. Inshvesh, inshkiznoshlar o'tiribdi. Nere gitsen ham, to'ya borsang ham, tashkila borsang ham, kerak narsa ko'chaga chiqsa ham xullas, to'g'rimi? Ina, Ilmira, yaxshimisan uka? Yaxshi, bo'pti. Qaranglar, 8 mingdan 5 mingga tushgan, 12 mingdan 8 ga, 15 mingdan 10 mingga tushgan. Endi buni tushuntirib bek, men dollar ko'rsataman. Hamma dokumentlarimiz aksiyada hozir. Aha. Hozirda 5 ming, 8 mingliklardan halolanasini oling 5 ming so'mdan beramiz. Yana bir ne bor? Reklama etib beraylikmi? Aha, aytaver. Yangilik xalosozlar adlar o'zini. Sen dokumentlarni chiqarib beramiz. Xalosozlar Instagram'laringiz bilan chiqarib beramiz. Shunun o'zida ishab berasizlar buni. Shunun o'zida ishlatib chiqarib beramiz, yopishtirib beramiz. Oho. Aha. Yine yangilik sizlere. Zo'r. Rasmlaringiz bilan chiqarib beramiz. Endi o'zimni rasmini chiqarib qo'yibman. Qani? Yine. İşimi? Eminda göstermem. Açıp ketibdi, olib ketibdilar. Zalif. Yine o'zlari ana shishalab sunib ketaman men hozir. Instagram'im. Xullas, Ilmirani qidirib kelaman desangizlar, Urganch Dehqon bozor Sum tarafdan kirib kelsa, darvozadan Sum tarafda. Bu yerdan keladigan bo'lsangizlar, yine o'zimizda shu avtostoyankada aytamiz. 9 etaj bu tarafimizda. Agar savollar bo'lsa, telefon urasiz, telefon nomeringizni ayt. 057 Neçalik bilan? 70lik 057 99 59. chiqaverasizlar. Endi men sizlarga dollar kursini aytaman, kanalimda yangi bo'lsangizlar, obuna bo'lib ko'raveringlar birdan alaylar. Xullas, bozor 1 million 210 dan 1 million 215 adam o'tiribdi. Dollarni olishari. Rublni shu 143 dan boshlab 147 ming so'mdan so'raydilar. Har yerda har xil. Alanib ko'rasizlar. Satsa 5 mingdan 10 mingdan bo'ladi dollar bilan rublni. Tanga 24,5 ming so'm, 1000 tanga. 100 euro 1 million 350, Türk puli shu 200-250 mingdan o'tiribdi o'rtoqlar. Sağ olunglar, bizni kuzatishni davom qilinglar.